hozirgi kunda Onyx va Tracker mashinalari zudlat remenli chiqadi. Ya'ni bu narsani alishtirish kerak muddati. Bu narsa qo'limdagi narsa 200 ming kilometrda alishtirilgan. Ya'ni bu holati o'rtacha holatda, yaxshi holatda emas. Tavsiya qilamiz 150 ming kilometr uzog'i bilan 200 ming kilometrda alishtirishni tavsiya qilamiz. Hamda bu remenni Lacetti, Nexia'ga o'xshab oddiy holatda alishtirilmaydi. Bu narsani qanaqa alishtirishligini qisqacha sizlarga video obzor qilib beramiz. Xo'p, bu holatda buni oddiy alishtirib bo'lmaydi. Mana bunaqa syomnik kulishlar обязательно kerak. Bu nimaga kerak? Bu albatta valni ushlab turgani. Bundan tashqari ko'rishlari mumkin. Teva tomoni ham oddiy mashinaga o'xshab ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni mana bunaqa kulishlari обязательно kerak. Bu narsa syomnik deyiladi. Xo'p, bu narsani qo'lda yasash qiyin. O'shaning uchun zavodga olishlarini maslahat beraman. Mana shu holatda turadi. Xo'p, bu holatda valni ikki tomonni tormozlatdik, ya'ni ushatdik. Undan tashqari mana bu oldi. Bularda mana bu zyochkasida shpont bo'lmaydi. Ya'ni zyochka bilan raspit valni ushagani shpont bo'lmaydi. Ya'ni buni qo'yib olsangiz, bu ikkosini yopishtirganda ikkosi xohlagan tomoniga aylanishi mumkin. O'shaning uchun birinchi tormozlash raspit valni tormozlatadi, hamda pastdagi katta valni tormoz qilamiz. Undan tashqari mana bu syomniklarda raspit valni uchida zyochkani ushlab olish, metkaga qo'yib olish mumkin. Ya'ni mana bu narsani qisiladida zyochka tormozlanadi. Oldi tomoni xuddi shunaqa, hamda ichkari tomondan kulish solib, bemalol bo'shatib, buni olib, zyochkani olib, remenni joyiga solib, qaytadan yig'ib olish mumkin. O'shanda ideal holatda metkamiz joy-joyiga keladi, hamda pastki vallarga ham joyiga qo'yiladi. Bundan tashqari yon tomonlarni ham bemalol metkalarni ko'rib olishlari mumkin. Bu asosan ustalarimizga manfaatli bo'ladi. Bu to'g'ri, bu narsani pul olmasdan yasab olish mumkin. Lekin yasashga jicha vaqt ketadi, hamda metkani jicha aralash mumkin. Undan ko'ra jicha puldan qochmasdan shu narsani olib qo'yib qo'ysanglar, sizlarga ancha yilga yetadi. Bu videoda usta akalarga hamda Onyx minadigan akalarga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin.